Assalomu alaykum hammaga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli, ko'rib turgan mazali shokoladli pechenyelarni tayyorlaymiz. Juda ham oson va tez tayyorlanadi. Kam xarj mahsulotlardan, lekin ko'pgina shirinli tayyorlaymiz. Birinchi xamirini tayyorlab olamiz. 3 ta tuxumni solib, shakar solamiz. Shakar bilan tuxumni yaxshilab sal rangi oqargunicha venchik yordamida ko'pirtirib olamiz. 200 ml hidsiz o'simlik yog'ini solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil bo'lib aralashib ketgunicha. Yarim stakanda kraxmal, men kukuruzli kraxmal ishladim. 8 gram razrxetel. Yaxshilab venchik yordamida bir xil bo'lguncha buni ham hammasini aralashtiramiz. Xuddi shunaqa holatga kelishi kerak. Un solamiz. Un hammasi bo'lib 450-500 gram atrofida un ketadi, lekin unni hammasini birdaniga solmaymiz. Ozginadan unni solib, xamir qilishda davom etamiz. Shunaqa yumshoqroq xamir holiga kelgandan keyin xamirimizni teng 2 ga bo'lib olamiz. Ko'rib turganingdek, xamir hali juda ham yumshoq. Teng 2 ga bo'lib, alohida idishga olamiz. Bittasiga limonni po'stini solamiz, ozgina g'irishdan chiqarib, lekin bu xohishingizga qarab limonsiz ham tayyorlasanglar bo'ladi. Ozgina un solib, yumshoq xamir qilamiz. Xamirimiz yumshoqqina bo'lishi kerak, qattiq xamir tayyorlab qo'ymanglar. Buni endi salofanga solib, bir chekkaga olib turamiz. Ikkinchi xamirimizga 1-1,5 osh qoshiq atrofida kakao solamiz. Xamiringlarning rangi chiqishiga qarab solasizlar. Agar ochroq bo'lsa, yana solishingiz mumkin albatta. Kakao bilan yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin, agar yana qo'limizga yopishsa, ozgina un solib, yumshoq xamir qilamiz. Xamirimiz yumshoqqina plastilinga o'xshagan xamir bo'ladi, lekin qattiq bo'lib qolmasin, yumshoq bo'lishi kerak xamirimiz. Buni ham salofanga solib olib turamiz. Endi tayyor xamirimizni pergament qog'ozga qo'yib, ustidan ham yana bitta pergament qog'oz solamiz hamda yoyishni boshlaymiz. Yoyayotganingizda xamir 3 mm yoki 4 mm bo'lsin, undan qalin emas, yuqa emas. Xamirni hamma yog'iga bir tekis qilib yoyishga harakat qilinglar. Mana xamir yoyib oldim. Pergament qog'ozni olib tashlaymiz hamda buni bir chekkaga olib turamiz. Ikkinchi kakaoli xamir yoyish boshlaymiz. Buni ham xuddi shunaqa qilib bir tomoniga ham, ikkinchi tomoniga ham pergament qog'oz solib yoyamiz. Shunda yoyishimiz oson bo'ladi. Ikkita xamirimizni o'lchamlari deyarli bir xil bo'lishi kerak. Ikkita xamirni ustma-ust qo'yib, ustidagi pergament qog'ozini olib qo'yamiz. Xamirimizni 3 ta qismga bo'lib olamiz. 3 ta rulet chiqaramiz. O'rayotganda zich qilib bosib o'ramanglar, bemalol qilib o'rash kerak. Ozgina aylantirib olamiz xamirni. Chetlarning ingichka joylarini o'rtaga qilib, yig'ishtirib ozgina teng 2 ga bo'lib listimizga qo'yib olamiz. Shunda 6 ta pechenye chiqadi. Shuni 200 gradusda 25 minut 30 minut pishirib olamiz. Endi shokolad 250-300 gram atrofida ketadi. Eritib olamiz. Men olovda past qilib eritib oldim. Ustiga 50 gram maydalangan yer yong'oq solamiz. Xohlaganlar yong'oq solishingiz ham mumkin, xohishingizga qarab. Pechenyelarimiz sovigandan keyin erigan shokoladimizni quyib chiqamiz ustiga. Pechenyelar ozgina sovigan bo'lishi shart. Agar pechenyelar issiqligida qo'ysanglar, shokoladlar ustida turmaydi, tez erib pastga tushib ketaveradi hammasi. Yonlariga hamma joyiga bir xilda qilib qo'yib olamiz. 10-15 minutga morozelkaga qo'yamiz, tezgina qotadi. Xolodilnikka qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin unda faqat sal sekinroq qotishi mumkin. Mana qotgandan keyin
kesyapman. Juda ham tez, oson kesiladi. Ko'rganingizda mana chiroyli bo'lib, tekis bo'lib kesilyapti. Hammasini xuddi shunaqa qilib bir xil shaklda kesib olamiz. Chiroyli qilib likopchamizga terib, xohlagan usulda bezatib dasturxonga tortamiz. Mana shokoladli pechenyelarimiz tayyor. Juda ham ko'rganingizdek tayyorlanishi qiyin emas, juda ham oson hamda lekin juda ham chiroyli chiqadi. Ayniqsa katta oilalar uchun juda ham barakali pechenye bo'ladi. Choylar bilan ham juda ham ichishli. Mana oralari bo'lib ko'rsatyapman. Juda ham yeyishli pechenye bo'ladi. Yoqimli ishtaha hammaga tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.